Assalomu alaykum. Men Rohila Hasanbayevna, Lemuriya Gaya. Bu videoni mana ustozim Matta El Shehina masterim 2 yillik shogirdlik proyektlariga qo'shilganimda qanday o'zgarishlar, qanday natijalar olganligim haqida va bu har bitta olgan natijalarim so'z bilan aslida yetkazib beriladigan narsa emasda. Ezoterik psixologiyaga kirib kelgandim va 2024-yilda ustozim Matta El Shehina bilan juda ham kuchli 2 yillik proyektga yozildim. Undagi yozilganimda juda ham himoyalarim, kulgu orqali himoyalarim juda kuchli ekan. Buni farqiga bormasdan men maza qilib xursandchilikda, sevgida yuribman degan o'zimni, har bir insonni o'zini aldab yuruvchi, o'zini xursand qilib yuruvchi bir roli desak ham bo'ladi. Mana shu kulgular orqasida himoya yashiringanligini bilmagandim. Mana shuni asta his qilib, o'rganib, buning uchun albatta jonli qatnashishingiz kerak bo'ladi. Men haqiqatan hozir o'ylasam juda omadli bo'lgan ekanman. Chunki hayotimdagi har bir vaziyatdan shu qadar nafratlanib, shu qadar hayotimni har bir qadamidan g'ashimga tegib kelayotgan onlarda shogirdlik proyektiga qo'shilganman. Undan oldingi 2 yil retritlarga borganman, o'qiganman-da. Bu meni shu masterim Matta El Shehinagacha olib kelib berdi. Shunda haqiqatdan muqaddas ishonchni masterimdan o'rgandim. O'zimda shunaqangi kuch topdimki, uyg'onish uchun hamma narsaga tayyordim. Lekin bola ongida umuman pul keladi, lekin hammamiz katta pullarni va katta yaxshi yasham tarzini xohlaymiz. Mana o'zim ham shu holatda kirib kelganman va ishonasizmi, bu holatga, asl boylikka, asl pulni ushlash uchun avvalambor biz butun tajribalarimizni sevishimiz kerakligini o'rgatdi. Ustozimdan juda tashakkurlarimni bildiraman. Hattoki boshimni eggan holda ularga taslim qilaman. Inson uyg'onishga kelganda butun tanasidagi og'riqlar, butun tanamizdagi og'riqlar orqali inson xuddiki bolani suyaklari mustahkamlanayotgandek jarayonlar bo'lib o'tarkanda, tanadagi og'irliklar, tanadagi o'sha ishishlar, tanadagi suyaklarni og'rishida, ayniqsa kechqurun zirqirab og'rishlari, bularni og'riganida masterimni juda chuqur ichdan his qilaman-da. Ular bundan ham qattiq og'riqlarni yashaganliklarini his qilib turaman o'sha onda. Haqiqatan shuncha yo'lni bosib o'tgan master bilan 2 yilda ularni energiyasiga kirib qolganimdan shu qadar xursandman. Har bitta darslari shu qadar kuchliki, shu qadar sizni uyg'otib, sevgiga aylantirib qo'yadigan darslar. Chuqur uyqudan uyg'onish vaqtim kelganligini bilmasdan o'tib ketayotgan ekanman va shu yo'lda meni Matta El Shehina masterim qo'llaringizdan o'paman. Butun olamdek quchog'imni ochib sizga sarlaman, ya'ni quchoqlayman mana shu joydan turib. Chunki menga haqiqatdan yig'lashni, haqiqatdan asl sevgini o'zi nima ekanligini his qildira oldingiz. Nafaqat o'rgatdingiz, balki his qildira oldingiz. Masterimdan shuni o'rgandimki, o'zimni ichimdan yarata olish nima ekanligini hozir aytyapman. Ichimdagi to'la sevinch, to'la qonli asl xursandchilik ko'z yoshlari oqib kelishga urinyapti. Men bu shogirdlik proyektiga qo'shilganim uchun o'zimni xuddiki olamdagi har bir narsaga erishgandek his qildim. Chunki menga bir kalit beriladi. Bu kalitni o'zim yaratishim kerakdi. Bu kalitni eshiklarini o'zim yaratgan kalitlar orqali eshiklarini ochishim kerak edi. Shogirdlik juda ko'p narsani o'rgatdi menga.
va ularni energiyasi 2 marta jonli retritlarga borgan bo'lsam, sizni sevgida yurgandek bo'lasizda. Bir onda xuddi bir narsani anglab qolgandek, u xuddiki tek-tegidan, tub-tubidan o'zgarayotgandek o'zingizni his qilasizda. Yumshoqlikda bizni ko'milib yotgan bidonlar bilan qoplab tashagan etaplarimizni ochib berganingiz uchun, bunga o'zingizni butun mehnatingizni berganingiz uchun sizga o'z tashakkurlarimni aytaman. Bunga ich-ichdan niyat qilib qo'ygandim. Men sevgiga aylanaman va uyg'onaman. Masterimdan oldin men o'sha ustoz tanlayman deb qo'yganman-da. O'shaning uchun tanlovlaringizga, qarorlaringizga juda ham ahamiyatli bo'linglar. Nimani qaror qilishingizda ahamiyatli bo'linglar. O'zimni mana shuncha summaga rivojlanishim, bu berayotgan summamdan bir necha yuztasini olishim mumkin bo'lgan summa. Bu summa hech narsa emas. Ustozi mana shu sanab o'tgan har bitta darslarini va u darslaridan tashqari bizga o'tilgan shogirdlik gruppasida yozamiz, o'zimizni holatimizni yozamiz, o'zimizni shu joylarni yozamiz deb. Hattoki shunaqangi tarbiyaladilarki, tarbiyaladilar deganda ilohiy tarbiya haqida gapiryapman. To'g'risi, bu shogirdlikka kirmasdan oldin turib qolayotganimda, ezoterik bilimlarida turib qolayotgan edim. Ustoz menga 2 yil ichida xuddiki universitetni 4 yil bitirgan bilimni butunligicha berganini his qildimda. Hozir o'sha his bor menda. Bu bilimlar menga yana bemalol hali xizmat qiladi. Ularni o'zlashtirish uchun menda imkoniyat bor va bu imkoniyatlarni menga uzatgan, menga butun bilimlarini serobgarlikda bo'lish olgan Matta Elshixini sizga juda katta asl sevgini, благодарностьni beraman. Jo'nataman. Siz bizga haqiqatdan juda keraksiz va har bitta yangi darslaringizni ham olishga tayyorman. Ulg'aygan ongda ulg'aygan inson bo'lib yetishishni sizdan o'rgandim. Sizni bilimlaringiz haqiqatdan juda kuchli. Bilimingiz oldida, o'zingizni oldingizda chuqur ta'zimda o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizni sevaman.